Hozir. Sizga kim kerak ekan, singlim? Dadangiz keraklar, bolam. Yana uygacha qalbingizni yetaklab keldingizmi? Ay, meni g'alvam bas. Bu dadamning problemasi ekan. Oyijon! Bo'g'la uni tom degan altinglarni ko'rib bering. Bo'ldi, dada. Otash. Yoshlikdagi problemam ana shunday turibdi-yu, ha? Oyijon! Ha! Bitta takoy narsa kelib Adijonni so'rayaptilar. Nima? Sinfdosh, Nigor. Ya yaxshimisan? Assalomu alaykum. Kesingchi keki. Ya Nigor, yaxshi. Qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Ay, gulday bo'ladi. Yaxshi, assalomu alaykum. Yaxshimi, keling. Sinfdoshim Nigor. Qaynanangmi? Kelling joydan qanaqasiga qaynanam bo'ladi? Men qaynanam emas, bu kelinimni qaynasi. Bizga yashaydi, uylari bitguncha turibdi. O'layapmi? Prikolni ham tushunmaysiz. Kelinimni qaynasi. Hozir Nigor kir. Chidasangiz bo'ldi, bo'g'labonmi dadasi? Qadrli futbol ixlosmandlari, bugun bizda super o'yin. Ha, bo'g'labon, raqibga qaraganda bu o'yin ekstra taymdan o'tib penaltilar seriyasigacha boradi-yu. Yaxshimisan o'zing? Yaxshiman, lekin erim o'lganidan beri qiynalib qoldim. Ering o'ldimi? Qachon bo'ldi bu voqea? 1 yil bo'ldi. O'ldimi yo o'ldirdingizmi? Ha, endi qo'ysangiz shunaqa gaplarni, unaqa ishlar bilan prokuratura shug'ullanadi. Siz aralashmang. Siz ham o'lib qolmang. Men nima o'laman? Men sinfdoshiman. Men buni erimidim o'lib qoladigan. Choy olib keling undan ko'ra mehmonga. Ha, shuni olib keldim dadasi. Ha, olib kelgan bo'lsangiz bering. Mana. Rahmat, boravering endi. Kelin. Labiyojon, bilasiz-a? Bu xonadonda men o'tir deganim o'tiradi, tur deganim turadi. Ha. Ojon, men sizga nima qildim? Bo'pti, boravering. Mana bu qarashmayapti bizga, boring. Ishingiz qiling. Lekin keyingi shanba o'zimni dachamda sinfdoshlarni yig'yapman. Qanday mazza. Yo'q-e. Ersiz, xotinsiz kelishadi. Yo'q-ey. Baribir sizlarsiz ekan, boravering endi. Nima qilyapsiz bu yerda? Boring. Daching qayoqda? Chorvoda. Hamma keladi, kejavat. Boraman. Qo'ychi. Qaynani xotining ketyapti. Ayyo, uzoqqa ketmaydi, e'tibor berma, bir aylanib qaytib keladi. Shanba kuni bo'ladi degan. Maydonda o'zgarish. 60-raqamda to'p surgan Umida Mirhamidova o'rniga 18-raqamda Nigora Karimboyeva tushdi. Mayli Nigor, sog' bo'l, shanbagacha. Hop. Aynan voqea shanba kuni sodir bo'lar ekanda. Yoshligimga qaytgim keladi. Siz ketdingiz-ku. Adjutantingiz ham shu yerda-yu. Xayrlashdinglar-a? O'pishib. Sizni ketdi deb o'ylabmiz-da. Qo'ying endi kelinni oldi unaqa narsalarni, odamni hijolat qilmasdan uyga kirib gaplashamiz. Choy qo'ying bitta kelini. Bir choy ichaylik, achchiq qilib. Mana qo'ting. Qo'ysangiz-chi endi. Hozir men sizga yoshligingizni eslataman. Mana qo'ting. Qo'ysang, men siz bilan yoshligimizdan kelmayapti. Mana qo'ting dedim. Futbol o'yini o'z nihoyasiga yetib, bizda esa MMA boshlandi.